Kia brendi ishonchimizni yo'qotdi. Kia avtomashinalari zavoddan defekt holda, birak holda chiqmoqda. Ushbu ko'rib turgan avtomashinani roppa-rosa 10 oy oldin oilamiz uchun yaxshi niyatlarda Kia Sergeli avtosalonidan xarid qilgan edik. Biroq avtomashinani notekis yo'lda haydaganimizda salonning pol qismidan taqillagan ovoz eshitila boshladi. Biz Kia Samarqand avtosaloniga murojaat qildik. Kia avtosaloni ma'muriyati ishchi guruh tuzib ustalardan iborat tekshirib, Kia avtomashinasining pol qismida ikkita temir qavati bir-biriga zavoddan ulanmaganligi aniqlandi va bizga qo'limizga shunday pechatlab spravka qilib berishdi. Vaholanki Kia garantiya talonida Kia avtomashinalarga 5 yil, motor qismiga 150 ming kilometr, kuzov qismiga esa 150 ming kilometrgacha kafolat berilgan. Ya'ni bunday holatda defekt aniqlansa, bepul almashtirib berilishi nazarda tutilgan. Biroq Kia mutasaddilari bizni bir necha oylab sarson qilishib, oxir-oqibat bizga mashinani almashtirib bermasligi. Agar biz xohlasak, mashinaning temir qismi, pol qismi o'yib olinib, ichidagi temir qayta ulanib, yana qayta svarka qilib, kraskalanib, qaytarib berilishi. Agar yangisini xohlayotgan bo'lsak, 50 million so'm ushbu birak mashinani ustiga to'lov qilsak, boshqasiga almashtirib berish haqida rasmiy xat berishdi. Hurmatli kuzatuvchilar, siz shunday talabga rozi bo'larmisiz? Biz aslo rozi bo'lmaymiz.